Omilboy kanalining millioner va milliarder obunachilarimizga assalomu alaykum. Bugungi qiladigan obzorimiz patolog bo'ladi. Tunikofon bilan aralashgan natijali patolog. Qisqacha ma'lumotni aytib o'taman, akalar ko'rishingiz mumkin. Bir o'zingizning fikringizni, o'zingiz baho berib beringlar, qanaqangi chiroyli va go'zal holatda bo'lganini. Albatta. Akalar, bu yerga ketgan materiallarda qisqacha ma'lumotni aytib o'taman. Bu yerga ketgan tunikofonimizni tunikofonga ketgan narxi 3,5 million so'mga mana shu holatda tunikofon bitgan. O'rtasidagi esa natijali patolog 3 million 800 ming so'mga mana shu holatda bitib, handillarimiz 500 ming so'mdan har bittasi o'rnagan. Ko'rishingiz mumkin qanaqangi sifatli va chiroyli ish. Nima deysizlar? O'rtasini tunikofon qilgan yaxshimi yoki bo'lmasam natijali patolog qilgan yaxshimi? O'zingizni fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlarning kommentariyaga fikringiz albatta biz uchun muhim ahamiyatga ega. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, gumburlatib, qarshilatib tashaverasizlar.